McDonald'sdan gamburger yeyman deb, endi boshqa shaharlarga borish shart emas. Uy sharoitida shunaqangi sochni chiqadigan gamburger retseptini bugunoq bilib olasiz. Farshini tayyorlashimiz uchun bizga mol go'shti, 2 dona piyoz va xuddi shunaqa sutga bo'ktirilgan buxonka kerak bo'ladi. Aynan buxonkadan qilsanglar kotletlar yumshoq va sochli bo'lib chiqadi. Yana ham to'liq ma'lumotni opsiyadan olishingiz mumkin. Farshimizga tuz va paprika, 1 dona tuxum chaqib yaxshilab aralashtirib olamiz. Videoda ko'rganingizdek, unaqa qalin bo'lmagan, lekin yapaloq bo'lgan kotletlarimizni yasab, xuddi shunaqa qilib old orqasini baland olovda qovurib olamiz. Qovurish jarayonida qo'rqmanglar, kotletlar hech qanaqa 2 ga yoki 3 ga bo'linib ketmaydi. Qizartirib olgan kotletlarimizni avval tavaga terib, keyin selini va ozgina suv solib dimlab qo'yamiz. Sous uchun ketchup, mayonez va qizil piyozni mayda qilib to'g'rab, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin bo'lsa, xuddi videodagi qilib ketma-ketlikda terib olasiz. To'xting, sizga eng zo'r sirri aytaymi? Bu kotletni bir haftada 3 marta tayyorlayman. Kotletlari shunaqangi suvli, sochli chiqadi. Tayyorlab ko'rganingizdan keyin o'zingiz ham buni guvohi bo'lasiz. Tayyorlab ko'rmoqchi bo'lganlar videoni обязательно сохранить qilinglar, xo'p?